sizlarni bir jondan, odamdan yaratdi. So'ngra undan juftini, Havvoni paydo qildi va sizlar uchun chorva hayvonlaridan 8 juftni tushirdi, dunyoga keltirdi. U sizlarni onalaringizning qornida 3 qavat zulmat ichida asta sekin yaratdi. Mana shu Alloh Rabbingizdir. Hukmronlik faqat unikidir. Undan o'zga hech iloh yo'q. Bas unga ibodat qilmay, qayoqqa burilib ketmoqdasiz? Agar sizlar kofir bo'lsangiz, bas albatta Alloh sizlardan behojatdir. U o'z bandalarining kofir bo'lishiga rozi bo'lmas. Agar shukr qilsangiz va iymon keltirsangiz, u sizlar uchun rozi bo'lur. Hech bir ko'taruvchi gunohkor o'zga ko'taruvchining yukini, gunohini ko'tarmas. So'ngra qaytishlaringiz Rabbingiz huzurigadir. Bas u sizlarga qilib o'tgan amallaringiz xabarini berur. Albatta u dillardagi sirlarni biluvchidir. Insonga biror ziyon yetganda, u Parvardigoriga tavba tazarru bilan duo qilur. So'ngra Alloh o'z tomonidan unga biror ne'mat ato etganida esa, ilgari Allohga qilgan duolarini unutib qo'yar va o'zgalarni ham Allohning yo'lidan ozdirish uchun unga tenglarni o'ylab topur. Ey Muhammad, ayting, sen o'z kufring bilan dunyoda ozgina foydalanib qol. Albatta sen do'zax ahlidandirsan. Yoki kechalari sajda qilgan va tik turgan holda ibodat qiluvchi, oxiratdan qo'rqadigan va Parvardigorining rahmatidan umid qiladigan kishi bilan boshqalar barobarmi? Ayting, biladiganlar bilan bilmaydiganlar teng bo'lurmi? Dar haqiqat, faqat aql egalarigina eslatma olurlar. Ey Muhammad, mening iymon keltirgan bandalarimga ayting, Parvardigoringizdan qo'rqingiz. Bu dunyoda ezgu ish qilgan zotlar uchun oxiratda chiroyli oqibat, jannat bordir. Allohning yeri kengdir. Albatta sabr qiluvchilarga oxiratda mukofotlari behisob berilur.